Maşallah. Ushbu Qur'on kitobi yutib olishni xohlaysizmi? Unda bugun bizning g'olibni aniqlaymiz. 5 ta Qur'on kitob. Esingizda bo'lsa biz g'oliblarni aniqlaymiz degan edim. Va sizlar 5 ta iPhone, 5 ta Pro va 5 ta Qur'on kitobi ichidan aynan Qur'on kitobni tanladinglar. 1 2 3 4 5. 5 ta Qur'on kitob yutib olishni xohlasangiz, unda yaxshilab eshiting. Shu videoga like bosasiz, videoni 5 ta og'ayningizga yuborasiz, repost tugmasini bosasiz va videoni istoriya qo'yasiz. G'olibni qanday qilib aniqlaysiz deysizmi? Unda 1 daqiqa kutib turasiz. Bir olamizda hozir juda ham katta chegirma ketyapti. Siz avtoshkolani o'qib bitirib, lekin hali ham pravo olmadingizmi? Unda pravo olamiz sizga. Pravo olishingizda yordam beradi. Toshkent shahrida 1 million so'mga, boshqa hamma filiallarimizda 8 ming so'mga o'qib pravo olsangiz bo'ladi. Unutmang, siz ham pravo olasiz, ham ehson qilasiz. Birinchi g'olibimizni aynan pravo olamizani eng katta profilga kirasiz va obuna bo'lasiz. Biz birinchi g'olibimizni pravo olamizani obunachilarning ichidan aniqlaymiz. Yana ham batafsil ma'lumotlarni istoriyamizda biza ko'rsatib etib o'tib ketamiz. Va yana diqqat bilan eshiting. YouTube olgan birinchi insonni o'ziga shaxsan o'zim inshaalloh olib borib beraman. Hammaga omad, shunchaki yaxshi niyat qiling. Kommentariyada duo qilib qo'ying, sizning farzandingiz ham shunaqa Qur'onlarni o'qiy oladigan qori qoriyalardan nasib qilsin. Inshaalloh hammaga omad.